Assalomu alaykum Aliya Sultan taom pishiriq salonidagi barliq hamshiralar. Bugun sizlarga shu oilada quymoq selish usulini tanishtirmoqchi xonimlar. Bu aytim o'zgacha bo'lgan, o'zgacha ta'mdagi bir xil quymoq selish usuli. Buning uchun ketadigan materiallar odatdagi un, 500 gram un, 5 gram ximituruch, 5 gram ko'ptirgich, ya'ni podafin ketadi. Ilman suv. İlman sudan mən hazır 375 gram tayarladım. Ama bu sununki həmiz ketməydi xanımlar. İşib qalğını mən dəb vermə. Pıraqsız su maya, yəni çüşütken su maya işləsənlər buludu. Muşunundan 80 gram ətrafıda su may. Bunundan başqa ketadigan materiallar xanımlar, muş ximiyani jug'urib bir qitim boldurib bo'lgandan keyin chaylash uchun ketadigan material 3 dona tuxum, az miqdorda yemish, ko'k yemish ishlatamiz, az miqdorda yumg'oq sut, ushaq to'g'rab olamiz, az miqdorda bosh piyoz xanımlar. Mushu materiallar. Undan başqa yana 2 gram atrofida soda ishlatamiz xanımlar. Men sodani hozir suratga olmadim. Oldi bilan mushu unimizga mush ko'ptirgich, ximituruch, anandan keyin sumay mushlarni töküp ilman su bilan ximir jug'urib olamiz xanımlar. Ximir jug'urgan altın ko'raylar. Xanım qızlar, unimizga ko'ptirgich, ximituruch, sumayni quyib oldik. Endi suvni az-azdan quyib ximir jug'uramiz. Bugun bu mashg'ulotni opam qilib beryotdi xanımlar. Bu shu opamningki quymoq selish usuli. Naytim o'zgacha ko'plagan xanım qizlarimizning og'ziga tetadigan usuldagi quymoqqa. Şunlaşqa apamni bir qo'lliq qilib bergin dedim. Suratni men ilyapman. Mush quymoqni etib yegan vaqtinglarda apam haqida duo qilishni unutmag'aysizlar go'zal qizlar juma. Suvning hammasini yemdi, yemamdi bilmaymiz. Agar suv yetmasa, yana qanchalik suv ketadi men deb berma. Eshib qolsimi, eshib qolgan miqdorini deb berma xonim qizlar. Mana xonim qizlar, ximirimizmi jug'urilib tayyor bo'ldi. Mana mushunda bo'sh holatdagi ximir bo'ladi. Bayıq tayarlagan suyumuzda mana mushunchalik eshib qoldi ya. Buni men yili tarazilab qanchalik eshib qolganini deb berma. Jami 375 gram suv tayarlagan xonimlar. Endi bu ximirimizning ustini bir qur maylab etib, sulyo bilan yipib, 1,5 soat atrofida bo'ldirimiz. Ravrus bo'lish kerak. Bo'lib ko'pib chiqqan ahvolini ko'raylar.